Erki bilan yangi video qo'yibdi. Meni o'zim urdim, boshqa birov aralashmadi deb. Allohdan qo'rqinglar ozgina. To'g'ri, men bir o'zim turman. Sizlar 100 kishi, 200 kishi mana shu ligada bo'lib, ko'chada aytasizlar odamlar fikrini o'zgartirishga. Hammanglar bir bu videolar ishlab, yana bo'lsa menga tuhmat qilib, meni yomon ham ko'rsatarsizlar. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Biz tarafdan ham quyosh chiqib qolar. Erki bilan sen itsan xolos. O'zingni yurtingdan, o'zingni iningdan, o'zingni mahallangdan ko'chaga chiqa olmaydigan itsan xolos. Yurak yo'q senda. Mana shuncha ham yurak yo'q. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Gaplashamiz o'rtoqlar. Odilxonni Oktagon konferensiyami, nima Oktagon ligami, Oktagon masxarabozxonami Qozog'istonga borgan payti erka bilan o'zichon tashab, shapaloq urib, so'kib, haqorat qilib, Qozog'istonlik o'sha Oktagonni tashkilotini ahranliklari ham o'zini nima qozoqda bolasiga sakraysan deb, qaror shunaqa bir muomalalar qilishgan videolari chiqyapti. Erka bilan to'xtar! Chiq Qozog'istondan chiqib O'zbekistonda Odilxon bilan bir solish, bir ko'raylik. Uyingga bormasa xo'roz bo'lasan. Men Odilxonning tarafini olmayman, lekin vatandoshim. Qozog'istonda turib olib, gijillama. Chiq O'zbekistonda bir jangingni ko'raylik. Xotinga shunday barmoqni urib cho'pa-cho'pis qilib qo'yadiganlar bor O'zbekistonda. Odilxon bilan Erka Bulanning o'rtasida bo'lgan muammoga biz shunchaki bir chetda tomoshabin bo'lib, bilkamizni qisib qarab o'tirganimiz yo'q. Men konferensiyadan chiqishim bilan Humoyon aka olib ketdi aeroportga qarab, olib kelamiz. Biz yonimizda bo'lish kerak edi. Humoyon aka, assalomu alaykum O'zbekiston. Biz birgamiz. Chet elda doimo qanaqa o'zbek bo'lishidan qat'iy nazar o'zbekmi? Biz qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa. Olg'a O'zbekiston. do'stlar, bir narsani bilinglar, millatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahramalar ham chekiga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan?" Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Oktagon ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahramalar ham chekiga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" Yo'q turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda Можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborarmandan bular, balki meni o'zimni bir yoqlik qilib yuborar, yop-yop qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol, Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranistga yuzib tashiyman deganimda Nuradin chekiga tortib turib, "Idin na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Bu zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtini boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Hammasini po faktu qilib O'zbekistonga eson-omon tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hoji Akbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Oktagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa, o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim, to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Mana shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni
Kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini man xohlardim. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar.